Assalamu alaikum dostlar. Talantlıq yaş ösmürlər proqramımızға dostlarımız özlərinin videolarını yollabdı. Oylarımızı təm bölüşüb bir-iki görəyli dostlar. Talantlıq Radmir Hocanberdiyev Rinat oğlunun talantını birgə görəyli. Assalamu alaikum. Mən Hocanberdiyev Radmir Rinat oğlu. 153. Məktəb Gimnaziyanın 5. D sınıf oxucusu. Və şundaqla 5 yaşdan tartıb Aziya Plus Record studiyasının şagirdi. Mənim ustazım Yusupov Səxirdin Kambaroviç. Əndi xatırdan dostlar, Naxşa Gülzarığa mərhəmət.
Ilshad Muxtarovning ajoyib talantini birga ko'raylik. Yaxshi do'stlarimiz bor ekanligiga shukr keltirib, xushalligimiz cheksiz. Mening itim Muxtarov Ilshad bo'ldi. Familiya Muxtarov, itim Ilshad Muxtarov deydi. Men Ilshad Muxtarov, o'zim 13 yoshda, tug'ilgan kunim 9-oktyabr 2007-niki. Men 7-klassda o'qiyman. Uyg'ur rayonida turman. Chon shahrida. O'zim blogerman, videolarni yaxshi tushiraman. Jinim, bugun nima tamoq yeysiz? Polomi, lagmanmi? Lagman. Go'sht bilanmi, go'shtsizmi? Go'sht bilan, go'sht. O'ydaygizmi, taladimi? Xatni sog' qo'yapti. Taladaymiz, talada, bisetkada. Jinim, ta'sir separaymi, ochligimi? Taksiga. Lazım bilanmi, lazımsizmi? O'ldirdim, yemayman, ho'y, balxonlarga beklatdilar. Bizning bolalar YouTube kanalimizdan maqsadi do'stlarimiz bilan birga ko'p kitob o'qish, do'stlarimizni yo'llash, doim birga bo'lish, ularning emgaklarini baholash bizning maqsadimiz edi. Bizning ishlarimizning xo'shalligini Yusuf Dilmurod ukamiz birinchi qatim Sodir polvonning qo'shiqlarini izlab tepibdi. Demak, do'stlarimizda uyg'onish, izinish harakati boshlandi degansiz. Dilmurod ukamizning qo'shiqlarini birga tomshab ko'raylik. Assalomu alaykum. Men Yusupov tuman Yaş Üşümüklə Talantlıq programmasıga Sadık Pavanın qoşaqlarını etib birinci qatim öz aldımğa çıkışını alman qildim. Sadık Pavanın qoşağı ötə sana meni ötə zulm samaxarga oqib baran men Sadık Tedavoyma şeýerge aqşamy yatacaqda savga kigişqani bu jany ötüp ketdi zamandan qalany. Sadık deb etim yana 15 yaşda aytaqan. Jonivorlarga bo'lgan issiq mehr bilan aytgan she'rni mushugi singlimiz Olinamga bak bugunib ketganligini birga ko'raylik. Assalomu alaykum. Men Tugman Uyg'ur O'tira maktabining 3-A sinf o'quvchisi Lachinova Alina bo'laman. Avut Masimov aslinim. Kis desam miyavlab, qo'ynimdan sen chiqmaysan. Mamuqlig'ing shunchalik, yugab qo'ysam turmaysan. Aliqinim ichida yuragim dip qilur, ko'zlaring sening jumuq, o'nlaring arang chuqur. Hey aslinim, nima shuncha yig'laysan? Omaq apam mehrini seg'inib qaldingmi sen? Ma'qul kis aslinim, hozir seni apray, ining singlim yinida o'ynab kulgin zerikmay. Aldı bilen men sana kitikattan sip birey, tishing o'tmay teriksam, chaynab turib nan berey. Manga apam ham shundaq, chaynab nan bergan, mehrini pa qalbini nan bilan qo'shib bergan. Do'stlar, bugun biz O'smirlar talanti programmamiz bo'yicha do'stlarimizning talantini ko'rdik. Do'stlarimiz kundan kunga izlanib, sizlarni xo'shal qildi degan ishonchimiz komil. Talantli do'stlarimizga yo'l tilaymiz.